Mahallani ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi asfaltli bo'lgan, suv svet gazdan muammo yo'q. Mahallaga kelganmiz. Kelgan manzilimiz Tokzor mahalla bo'ladi. Izadan o'tganingizda kollej bor, kollej orqasida legendarniy Tokzor mahallaga kelganmiz. Ikkita 130 sotixli xonadonimiz chiqib qoldi. Sotuvga narxini 115 ming dollar baholab qo'yyapmiz. Aka, ukaga juda ham optimal variant. Ikki tarafdan kirish imkoniyatingiz bor. Bu yoq ko'chadan ham, bu yoq ko'chadan ham, xudo xolisa bu yerlar asfalt qilib olinadi. Suv svet gaz kanalizatsiyadan bu yerda muammo yo'q. Xonadonning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Bittasini planovkasi bilan tushuntirib beraman. Kirishingiz bilan bitta mashina qo'yishga joy ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hojatxonaga joy tashab ketilgan, bu yerda bitta letniy oshxona qilishga imkoniyatingiz bor. Bismillah deb xonadonga kiradigan bo'lsa, katta hol kutib oladi sizlarni. Chap tarafimizda oshxonaga ko'zinglar tushadi. Juda ham yaxshi, baquvvat qurilgan. Ko'ryapsizlar, past qavatimizdan tepa qavatimizda plitalar bilan joylashgan. Orqada havo aylanish uchun joy tashalgan. Bu zalimiz bo'ladi. Bu yerda bitta общий sanuzilga ko'zinglar tushyapti. Buni yonida ota-onalar yotoqxonasi. Podval qismimizga keladigan bo'lsak, podval qismidan 70 kvadratdan iborat bo'lib, 3 ta xonalarga bo'lib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan katta bitta hol ko'rishingiz mumkin. Balkon qilib bemalol o'tda ham qilishingiz mumkin. Bu yerda divanli zona qilib qo'yasizlar. Bu yerda o'g'il bolalar yotoqxonasi, baquvvat qurilgan juda ham. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzili bilan birga bo'ladi. Buni yonida bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi, yana bitta общий sanuzilga ko'zingiz tushadi. Ikkita oq uka birga yonma-yon yashayman desa ham optimal variant. Xuddi shunaqa 170 sotixli yonida ham xuddi shunaqa uchastkamiz bor. Narxini aytadigan bo'lsam 115 ming dollar qo'yyapmiz. 210 kvadratli 5 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzildan iborat bo'lgan xonadonimiz sotuvini qo'yib yubordik. Yagona raqamni qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib, baraka qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'ling.